Salom hammaga. Bugun juda ko'pchilik so'ragan mavzu kelinim uydan ketib qolgan. Keladimi yoki yo'q? Shu mavzuda ko'ramiz. Sizlarda ikkita versiya. Birinchisi qo'g'irchoqlar kartasi, ikkinchisi Nostradamus kartasi. Qaysi biriga ko'nglingiz chopadi, qaysi biriga intuitsiyangiz tushyapti, shundan bittasini tanlang. Men 7 gacha sanayman. Boshladim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanlab bo'lgan bo'lsangiz, demak, qo'g'irchoqlar kartamizdan boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Shifoli bo'lsin, shifoli ochirin bo'lsin. Ilohi amin. Shifoli bo'lsin, shifoli ochirin bo'lsin. Albatta layklarni bosib tashlang, obuna bo'ling. Bilasiz, bizani videolar faqatgina layk bosib, obuna bo'lganlargagina shifoli bo'ladi. Demak, mana yaxshilab chilab oldi. Kartalarimizni yaxshilab to'g'rilab olamiz. Mana bir boshdan kartalarimizni terishni boshlaymiz. Sizlarga mana ko'rintirib qo'ying, ko'rinyapti? Demak, birinchi versiya. U o'zini fikri yo'q-da. Kim nima desa, shunga qarab ketaveradi mana. Keliningizni xohlagan inson nog'orasiga o'ynatish mumkin. Ayniqsa, shu onasi yoki opasi, ba'zilarda shu kattaroq ayol buvisimi bor, u ham rosa yo'ldan uradi. Xullas, shularni gapiga kiradi-da bu. O'zini fikri yo'q. Do'st bilan dushmanni ajrata olmaydi. Mana kim nima desa, ishonib ketaveradi. Go'yoki unga sira dushmanda. Ya'ni o'zi mana hamma sharoitni qilib bergansiz, lekin baribir o'zini koroleva his qiladi, bir komfort yashash xohlaydi. Masalan, sizni ham uyingizda kamchilik yo'q, yeb-ichardan, kiyishdan, issiq suv, sovuq suv juda ko'pchiligingiz, sharoit juda ham yaxshi, lekin baribir shunday ham yashashni xohlamayapti-da, shunday ham shukr qilmayapti-da. Ya'ni o'zini labirint bir tushunmovchilikka tiqib ketgani yetmaganda sizlarni ham tiqib qo'yganda, yo o'g'lingizni boshqaga uylashni bilmayapsiz, yoki yarashtirishni bilmaysiz, borsangiz kelmayapti, xullas sizni ham bir bilsam o'ylab to'pikka tiqib qo'yganda bu. O'g'lingizga qarab achinib ketyapsiz. U ham juda ham o'yda qolgan. Juda ham o'yda qolgan. O'ylab oxiriga yeta olmayapti. Mana hayot maydonida o'zi ham bir betayin hayot kechiryapti. Shu aytmanman-ku, shu sizni ham shu betayinlikka solib qo'ygan qandaydir bir tushunmovchilik, endi betayinlik desak bo'lmasu, uzr, tushunmovchilik bo'lyapti-da, tushunmovchilik. Bunaqa oilada katta janjal ham bo'lmagan. Katta janjal ham bo'lmagan. Baribir siz ich-ichingizdan ezilyapsiz. Siz juda ham haligi oriyatlisizda. Ya'ni odamlarning gap so'zlari baribir bo'lyapti, keliningiz keldimi deb bezib ketgansiz, birovni ko'rishdan ham siz bezib ketgansiz. Demak, davomini ko'ramiz. Aytmanman-ku, bu kelin shu shayton izmidagilar bunga doim noto'g'ri maslahat berishadi, o'zlarini do'stdek tutishadi, lekin hech ham bir to'g'ri maslahat berishmaydi. Mana o'zini qobig'iga hozir o'zi o'ralib qolganda. Mana do'st bilan dushmanni farqiga bormaydi. Boya aytganimdek, do'st bilan dushmanni farqiga bormayapti bu. O'zini bechara ko'rsataveradi-da, o'zini bechara ko'rsataveradi. Sizlar qora, u oq, sizlar nohaq, u o'zicha haq, shunaqa.
farzand ham bor ba'zilarida. To'g'ri, ba'zilar farzandsizlikdan ketib qolgan, lekin juda ham ko'pchilikda farzand ham bor. Mana. Nima qilishni bilmayapti. O'zini qatga urishni bilmayapti. Endi keladimi desangiz, keladi. Vaqt bor-ku, endi qancha vaqtligini ayta olmayman, vaqtni faqat Alloh bilguvchi, lekin keladi. Chunki ich-ichidan qiynalyapti. Ich-ichidan chiqqan qiz chiydan nari ekanligini, hamma ro'zg'or ham bir ro'zg'or, hamma turmush ham mush ekanligini ich-ichidan his qilyapti. O'zini yolg'iz his qilyapti, qiynalyapti baribir. Keladi. Mana. Bolasini oldiga solib, ayniqsa bola bilan qaytib kelgan qizga juda ham qiyin. Keladi. Endi mana shu kunda, mana shu soatda deya olmayman, lekin shu yili yarashuv bo'ladi. Juda ko'pchilik yilida yarashuv bo'ladi. Endi ikkinchi versiyamiz. Nostradamus kartasi. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar ham albatta layklarni bosib tashlang, obuna bo'ling. Bilasiz, bizning videolar faqatgina layk bosib, obuna bo'lganlarga shifoli bo'ladi. Ilohim shifoli ochirim bo'lsin. Ilohim shifoli ochirim bo'lsin. Demak, bunda ham mana kartalarimizni yaxshilab chilib oldik. Endi sekin kartalarimizni to'g'rilaymiz. Sizlarni ko'pchilik yilida yaxshigina janjallar ham bo'lib o'tgan. Yaxshigina janjallar ikkita quda o'rtasida ham bo'lgan, er xotin o'rtasida ham bo'lgan, qaynona kelin o'rtasida ham bo'lgan. Umuman yaxshigina mana janjallar bo'lib o'tgan. Go'yo haligi sizlarning ham hayotinglar mana masxara hayot bo'lib qolganda, hamma nima bo'ldi, nima qo'ydi, bo'lmasa bunaqa pichoqqa ilinarli bir sababni o'zi yo'q. Sizlar o'zingizcha haq, u o'zicha haq, shunaqa bo'lyapti-da bu yerda. Lekin ko'proq ulardan ham o'tyapti-da. Ular ham qiziga bir yaxshi maslahat bermayapti. Ayniqsa u oilada ko'proq erkak kishi emas, ayol kishi xo'jayinda. Ko'proq onani aytgani bo'ladi. Bunaqa oilada albatta tinchlik hech qachon hukmron surmaydi-da. Mana ko'proq shu tosh tarozini ona olib boradi, onani aytgan, degan ota so'nggi rollarda. Bunaqa oila albatta parokanda bo'ladi, parokanda bo'lish arafasiga borib qoladi. Albatta oilada erkak kishi xo'jayin bo'lishi kerak. Shuning uchun mana shunaqa chalkash, chulkash shunaqa bo'lyapti. Demak, endi sizlarda keladimi yo'q, shuni ko'ramiz. Asosiy sabab ziyon bor, sehr bor. Sizlarning oilalariga dushman bor. Shu dushmanchilikdan ham ketib qolgan bu kelin. Mana shu jodugarlarga, shu yomonlikka qiladigan domlalarga o'qitgan borib. Go'yoki mana quyoshli kunlarni qorong'i kunlarga aylantirganda. Yo'q, sizlarda baribir men shuni ko'rdim. Mana qilgan odam qayta qilyapti. Sehr bor, baribir sehr bor sizlarda. Endi nima bo'ladi deydigan bo'lsanglar, shu sizlar tozalov qilasizlar. Sizlarda baraka ham uchib ketgan. Hozir o'g'lingiz ham unchalik ishi yurishmayapti. Qandaydir bir oilada baraka yo'q. Baraka uchib ketganda,
oldingi baraka yo'q. Tozaloq qilganinglardan keyingina keladi, o'shandagina yarashuv bo'ladi. Bo'lmasa mana shu yurish. Afsuski sizlarda sehr bor. Sizlar tozaloq qildirishinglar kerak. Demak, azizlarim, bugungi ochirimlarimiz shulardan iborat. Men shuni aytmoqchimanki, ilohim qushi ham ini buzilmasin. Mayli, xotin ajrashib ketishadi, yoshlar. Eriga ham boshqa ayol xotin topiladi. Ayolga ham erkak topiladi, ya'ni topiladi. Ikki o'rtada kimga qiyin? Ikki o'rtada o'sha bolalarga qiyin-da, qora ko'zlarga qiyin. O'gay ona, o'gay ota baribir o'zini ota-onasi deb bo'lmaydi. Shuni yaxshilab o'ylab olishni men chin dildan xohlayman. Yoshlarni, qaynanalarni hech qachon qushini ham ini buzilmasin. Men sizlarga hammalarga mustahkam oila, ilohim farzandlarni, navaralarni rohatini ko'rishinglarni chin dildan tilayman. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, nomerlarimni yozib qo'yaman. Azizlarim, albatta like bosing. Like bosganlar, ilohim boyib ketinglar, ilohim baxtli bo'linglar. Obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim.